Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan ustoz Abror Muxtoraliyev jonli efirdan olingan videolarni birgalikda ko'rib, tanishib, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni chiqaramiz degan umiddaman. Hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'layotgan ba'zi bir videolar mavjud. Mana shu videolarga ustoz Abror Muxtoraliyevni fikrlarini, tahlillarini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, tanishamiz, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni chiqaramiz degan umiddaman. Biz videoni boshladik do'stlar. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Barchalarga Ramazonni oxirgi qadrli daqiqalari muborak bo'lsin, xayrli. Ramazonni o'tkazib, onadan tug'ilgandek gunohlardan poklanib chiqishimizni Alloh nasib qilsin. Kunlar bir sovib, bir isib, bahor o'zini bahorligini ko'rsatib o'tib boryapti. Alloh taolo bu bahorni yoz, kuz oylari uchun ko'p yaxshi barakaga sabab qilsin. Do'stlar, ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan va ijtimoiy tarmoqdan hayotga ta'sir qilayotgan ba'zi mavzular to'g'risida yana sizlar bilan fikr mulohaza o'rtoqlashmoqchiman. Xursand bo'lib e'tirof qiladigan narsalardan bittasi ijtimoiy tarmoqda va hayotda odamlarni to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deya olish qobiliyati isbotini topyapti. Ko'ryapmiz. Odamlar haqni haq ekanligini kech bo'lsa-da tushunib yetyapti. Botilning botil ekanligini biroz zararga uchrasa ham, lekin e'tirof qilyapti. Noto'g'ri baribir noto'g'ri ekan. Misol uchun deylik, kim zarra qadar yaxshilik qilsa uni ko'radi, kim zarra qadar yomonlik qilsa uni ham ko'radi degan ya'ni ta'limot, yaxshi bilan yomonni ajratadigan zot keladi degan ta'limotni javobi hisoblanadi. Falsafiy bog'liq, mantiqiy bog'liqlik bor. Demak, haq bilan botilni ajrata olishlik uchun haq bilan botilni ajratib beradigan shaxslarga xalq muhtoj bo'ladi. Tushundinglar-a? Haq bilan botil inson o'zini tasavvuri bilan, o'zi tuzgan reja bilan baholanmaydi. Haq bilan botilni o'zgarmas mezoni bor, o'sha mezon asosida ishlaydi. Odamlar hissiyotga o'ynab, hissiyot orqali botilni haq, haqni botil qilib ko'rsatishga urinadi. Bor bunaqalar. Hayotimizni ko'rib turibmiz. Ochiqdan ochiq, qip yalang'och, begona erkak bilan bir xonada qo'lga tushgan xotinni ba'zi blogerlar borib, buni urib yechintirishgan, buni urib majburlab yechintirishgan deb kelishdi. Bir qancha odamlarni shunga ishontirishdi. Hayron qolarli darajasi shuki, o'sha ishongan odamlar la'nat aytib, qarg'ab, kerak bo'lsa borib ularni ya'ni yeb yuborgudek munosabatlarda bo'lishdi. Kun o'tdi, vaqt o'tdi, kimdir chiqdi, aytdiki, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomonni ham ko'rish kerak, eshitish kerak dedi. Natijada nima bo'ldi? Va alaykum assalom. Natijada nima bo'ldi? Odamlar to'g'ri deyishni boshlashdi. Hozir 3-4 ta o'sha nedagon odamlardan boshqa odam qolgani yo'q. Hamma bilib turibdi, u holatni zapal ekanligini, u ayolni tabiatan buzuq ekanligini odamlar ko'rib bilib turibdi. Qaysi ayol desangiz, men bu joyda jurnalistik olmosh bilan ishlatyapman. U ayol kimligini aniq aytish shart emas, hamma bilib turibdi. Xo'p. Sirojiddin qamalgandan keyin Siroj Media orqasidan videolar chiqyapti. Va Feruza degan ayol o'zini men Feruzaman degan Telegram kanalida, Facebookida bir ovozni qo'ydi. Xorazmlik bir ona, mushtipar ona.
bechora o'zini muammosi uchun Sirojiddinga murojaat qilgan. Sirojiddin va uni atrofidagilar pulini olgan va o'sha asosda ariza yozgan bu ayol. Shunga Jahongir To'laganov telefon qilib pul beraman, pul taklif qilyapti. Pul beraman, arizani qaytarib oling deyapti. Pul evaziga arizani qaytarib oling deyapti. Bu yerda do'stlar, o o'rtadagi iymoniy do'stlikni ya'ni asosida Sirojga yordam berish maqsadi yo'q bu yerda. Jahongir To'laganov o'zini ketini yopish uchun harakat qilyapti bu joyda. Chunki birga edi-ku bular. Ha? O'shani xotinni oqlaymiz biz. Qalay bo'ldi jurnalistik surishtiruv qilib, borib kuchanib, ekspertizaga bosim o'tkazib. Shu Jahon o'zi ancha savodsiz odamga o'xshardi meni hayolimda. Uni hayotda ham isbotini ko'rsatdi o'zi. Va o'sha ishlarda bular hamtovoq bo'lganligi uchun hamtovog'ini asrab qolish ma'nosida ariza yozgan odamlarga pul taklif qilyapti. Men yana boshqa ba'zi narsalarni eshitdim, hali chiqmagan, menimcha chiqsa kerak ular ham. Yana ariza yozilyapti menimcha. Arizalar to'planyapti. Bu Jahon arizasini qaytib olmagan odamlarni shantaj ham qilgan. Shantaj qilib, seni ustingda meni videolarim bor, ularni ham tarqataman qilgan. Endi shu joyda bitta narsani men e'tiborga olishlikni so'ramoqchiman. Do'stlar, hayotda ba'zi insonlarni imkoniyati cheklanadi. Masalan, bizda hozir nogiron deyiladi. Ularga hammani rahmi keladi. Kimdir ko'zi ojiz bo'ladi, kimdir qulog'ida muammosi bo'ladi, kimdir shu hayotda nimadir nogironlik bilan hayot kechiradi. Bu sog'lom odamlar o'zini sog'ligiga shukr qilish uchun bir ibrat. Nogiron, imkoniyati cheklangan odamlarni ya'ni biz boshini silashni harakat qilamiz. Rahmimiz keladi ularga nisbatan. Lekin ba'zi bir razil odamlar bor, ba'zi bir isqirt odamlar bor. O'sha nogiron odamlarni o'zlarini, ya'ni jirkanch ishlari uchun ishlatishga harakat qilishadi. Masalan, taftish o'z degan bir guruh qamaldi, bildinglar-a? O'shalarning ichida Dilshod degan bola bor edi. Ko'zi ojiz bola edi. Shu bolani bir ikki marta katta gaplarni gapirib, bir ikki marta emas, ancha muncha. Juda haddidan oshib ketgan paytida men ham chiqib gapirgan edim. Xalq dardi qilib baqirishardi, esinglarda bo'lsa. Xalq dardini sanlar gapirmalaring. Sanlarga qolmagan bu xalq dardi. Qilib gapirgandim. Keyin Dilshod menga aloqaga chiqqan. Bizni Erkin E'tiqod degan guruhimizda Dilshod bilan ko'p gaplashganmiz. Uzrlarni so'ragan, uzr kechirasiz degan. Orada uzridan keyin men endi uzrni qabul qilishlikka juda moyilman. Xato qiladi inson, mayli endi uzr aytgan bo'lsa aytgandir, qilgan bo'lsa deb. Undan keyin yana bir sakrashni boshladi. Ana undan keyin yana uzr aytdi. Erkin E'tiqodda qilib yurgan ishlarini pushaymon qilib bir qancha ko'rinsa, jim turing. Xo'p mana. Demak, shunaqa uzrlarni aytib yurdi. Nimaga uni olib yurishgan? Taftish guruhi nimaga uni olib yurishgan? Dilshod o'zi aytardiki, meni ko'zim ojiz, meni qamoqmaydi. O'shaning uchun mendan foydalanadi bular. Hech kim bitira olmaydigan joyga meni jo'natishadi. Men ko'zimning ojizligini bahona qilib, odamlarga shunaqa shantaj o'tkazaman degan. E'tirof qilgan. Men o'shani nasihat qilganman ularga. Xalqning dardini olib chiqish yaxshi, lekin uni suiiste'mol qilish noto'g'ri. Qonunni buzsa, ko'zi ojiz bo'lsa ham qamaydi, qamalish kerak. Biroz yengillik bo'lishi mumkindir ko'zi ojizligini e'tiboridan, lekin unga hamma narsa ochiq degani emas. Jahongir To'laganovni Vahobdimi degan bitta shogirdi bor. U ham shunaqa nogiron bola. Menimcha garang, qulog'ida muammosi bor. Garanglik, bunaqa ojiz, ya'ni imkoniyati cheklanganlik Allohning bir imtihoni. Buni ustidan kulmaymiz. Uni kamsitmaymiz. Lekin uni qurol qilib,
Jahongir shuni olib yuribdi ekan. Qurol qilib ba'zi masalalarda shu orqali o'zini ishini amalga oshirishga urinish o'ta jirkanchish. O'ta jirkanchish. Endi u Vahob o'sha nogiron bo'lganligi uchun qilayotgan ishini mas'uliyatini sezmasligi mumkin. Lekin uni ishlatayotganlar orqasida turib olib, u orqali o'zini ishini, o'zini maqsadini amalga oshirayotganlardan ogoh bo'lishimiz kerak. Bu nogiron ekan, gapi to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu ojiz ekan deb aldanmaslik kerak. Avvalgi suhbatlarda ham aytdim do'stlar. Ayol kishi ojiza, to'g'ri. Uni boshini silashimiz kerak, himoya qilishimiz kerak. Erkaklarning vazifasi. Lekin ojizaligidan foydalanib, uni suiiste'mol qilib, ichki ishlarga ham tuhmat qilib qamatib yuborishlikka haqqi yo'q. Nogiron ham shu. Nogironligini suiiste'mol qilib turib, tuhmat tarqatishga hech kimning haqqi yo'q. Bir bola bo'lardi. Men avval ham aytganman. Facebookda shu menga lichkamga yozaverardi. Maqola yozdim, ko'rib bering, maqola yozdim, ko'rib bering, tahrir qilib bering. Ben endi vaqtim bo'lganda ko'rib, yaxshi ekan maqolangiz, bo'ldi chiqaravering qilib maslahat qilib yurardim. Keyin nimaga o'tdi u? Maqola ko'rib bering, yaxshi ekan. O'zingizni postingizda post qo'yib bering qilishni boshladi. Reklama qilib bering, podelisa qilib bering. Keyin oxiri men unga yozdim. Mana shu ishingiz noto'g'ri dedim. Nimaga? Haqiqiy saviyali maqola kimningdir dastagi bilan ya'ni tarqatishga ehtiyoj yo'q unga. Yaxshi yozsangiz tarqayveradi o'zi. Qattiq tekkanimdan keyin men haqimda yozishni boshladi. Menga qarshi. Aylanib o'rganib shu Kunuzga ham jurnalist bo'lib oldi. U ham shunaqangi nogiron bola. Ba'zi odamlar uyga borgan uni. Uyga borsa, uyi endi sasib ketgan, achib ketgan odam. Lekin xalqi dardi. Tashqariga chiqib olib xalq dardi deb yozadi. G'ayrat Do'stov yana paydo bo'lib qopti. Saroy mulla, chala mulla deyapti. G'ayrat Do'stov. G'ayrat Do'stovni xalqi dardini ko'tarib chiqmagan bu odam. O'zini g'ami bor, o'zini tashvishi bor buni deganimda qancha odam menga malomat toshini otdi. Nima bo'ldi? Isboti nima bo'ldi? Mana oxiri nima bo'ldi? 110 million pul yig'ib berishganida xalqi dardini tupurib 110 millionni olib yedi. G'ayrat Do'stov. Kun o'tdi, vaqt o'tdi, pul tugadi, endi chiqib turib yana baqirishni boshlayapti. Xalq dardi deb, saroy mulla deyapti. Voy G'ayrat Do'stov. Saroy mulla deyish, ya'ni senda shunaqa qobiliyating bormi? Sen kimning mullasisan sen? Sen Trumpning mullasimisan? Epsteinning mullasimisan sen? Senda or nomus bormi G'ayrat? Erkak kishi patinkasini yirtig'ini ko'rsatmaydi. O'zbek jamiyatida erkak rujulati bor, nomusi bor odam patinkasini yirtig'ini ko'rsatib, hayotim qiyin bo'lib ketyapti demaydi. Bu nomus bu. Nimaga sendan foydalanishyapti? Bu jamiyatda shunaqa narsani ko'tarib, mana muammo, problema deb ko'rsatish uchun qilishyapti. Sen o'shanga o'ynab beryapsan. Patinkasini yirtig'ini ommaga ko'rsatib, mana xalq dardi 100 million bersa, ha bo'pti deb indamay ketish bu benomuslik edi o'zi. To'g'rinisa, jim turing. Oqqo'ling bitta. Bu benomuslik edi bu. O'zbek nomi bilan o'ziga bek degani. Bir ma'noda O'g'uzbekam degan ma'nosi bor, lekin biz o'zbek hozirgi etimologiyada o'ziga bek deb tushunamiz. O'zbek og'zi qorniga to'lgan paytida ham nomusi, hamiyati uchun tupurmagan xalq. Og'zidagi qoni, tishi to'kilib ketgan, qon to'lgan bo'lsa ham nomusini saqlab tishini ichiga bosib o'tirgan o'zbek xalqi. Patinkasini yirtig'ini ko'rsatib, odamlarga dard, hamdard, xalq dardi deb baqirmagan. O'zbek emas bu. Bunaqa baqirishlik o'zbekning hamiyatiga to'g'ri kelmaydi. Endi chiqib ikkita bolangni ko'rsatyapsan. Senda uyat yo'q ekan o'zi. Saroy mulla deb qo'yasan. Oy, chala mulla deb qo'yasan. Sen nima to'liq mullamisan sen?
Voyda deb yig'layapsan, bolangni ko'rsatyapsan. Mana och qolib ketdim qilib. Ha, bolangni ko'rsat. Bolang bilan baxtli ekaningni ko'rsat agar qo'lingdan kelsa. Ertaga o'sha bolalaring katta bo'lsa, o G'ayrat Do'stov. Bolalaring katta bo'lganda aytadi senga. Biroz nomusi bo'lsa aytadiki, dadam deydi, bizdan foydalanib yig'lagan ekan xalqqa chiqib deydi. Qanaqa bosh ko'tarib yuradi bolalaring? Senga farqi yo'q bo'lsa, mayli, farqi yo'q. Lekin xalqimizdan yana bir ma'noda tashakkur aytmoqchimanki, xalqimiz ko'zi ochiq, ko'zi ancha ochiqligini ko'rsatyapti. Endi bularga aldanmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Bittasi yo'qolsa, ikkinchisini oldinga surishyapti. Bittasiga yetarli javob berilsa, boshqasini oldinga surishyapti. Ozodlik, BBC, Eltus bularni hammasi axlat ekanligini xalq tushunib bo'ldi. Endi ichimizdagi blogerlar ichida kim haqiqatparvar, kim bunaqangi orqa tomondan jirkanch odam ekanligini xalq ko'rib boryapti. U yaxshilik do'stlar. Haq bilan botilni ajratish, buni ajratishlikda yelkadosh bo'lish xalqni kelajagini ya'ni rivojiga hissa qo'shadi. Haq bilan botilni ajratmagan odam foyda ekanligini ajratolmay qoladi. Chunki bir kun zarar kelganda foyda ham ketib qoladi. Jahongir To'laganov hali ko'p narsalari chiqadi bularni. Xalqni oldida kekirdagini cho'zib, gemoroyini ko'rsatib, baqir-chaqir qilib, xalqparvar qilib ko'rsatayotgani yolg'on. Ularning xalqparvarligi yo'q. O'zini alohida suhbatlari bor bularni, alohida guruhlari bor. O'sha guruhlarda ularning gaplariga quloq solsangiz, xalqqa tupurib qo'ygan bular. Bular fohishani to'maris qilib ko'rsatish uchun pul oladi. O'g'rini xalq qahramoni qilib ko'rsatish uchun pul olishadi bular. Pul uchun qilishadi shu ishlarni. Mana men aytdi deysizlar. Bu gapimni ko'p takrorladim. Men nima degandim deb. Qayerga borsam shu kitobimni so'rashyapti do'stlar. Bu meni qanaqadir fazilatli, uzoqni ko'ra oladigan odam ekanimni ko'rsatmaydi bu. Bu oddiy nuqtai nazar bu. Siz azizlarni ham izohlaringizni ko'raman, sizlarni ham qo'llab-quvvatlashinglar orqali ko'p ma'lumotlardan xabardor bo'laman va o'rtoqlashaman. Mendagi bitta boshqalar qilmayotgan ish, hammaning fikri bir tomonda turgan paytida xato bo'lsa, chiqib shuni xato deb ayta olish. Shuni aytayapman men. O'sha hamma bir tomonda turib olib, uni xato ekanligini aytganimda, tabiiyki menga qarshi yurishni boshlashadi. Dastlab boshida. Keyinchalik e'tirof qilishyapti, ha, to'g'ri deyapti. Abror domla to'g'ri gapirgan ekan. Mana chiqdi oxiri natijasi, deyishyapti. Ba'zilarga bu kech bo'lyapti. Suriyaga borgan bolalar, Suriyaga borib, Suriyada oilasi bilan yo'q bo'lib ketgan odamlar. Kech qoldi shular. Meni gapimni men aytgan o'sha paytda, o noto'g'ri degan gapimni, bu saroy mulla bu, chala mulla deb ketganlar hayoti bilan o'tadi. Hayoti bilan to'ladi shuni. Hayoti bilan to'ladi shu xatosini, badalini. Bilganlar to'xtadi. Mingdan oshiq odam tayyor biletini olib Suriyaga uchayotganda meni suhbatimni eshitgan, to'xtagan. Orqaga qaytgan. Hozirgacha tashakkur maktubini yozadi menga. Hozirgacha. Rahmat deydi. Borgan sari men ko'zim ochilib boryapti. O'sha paytda sizni saroy mulla, chala mulla deb so'kkanman. Rozi bo'ling deydi hozirgacha. Yolg'on do'stlar, ma'lum bir muddatdagina kerak bo'ladi. U yolg'onni to'qiganlar uchun kerak bo'ladi. Bu yo'lda negodniy odamlardan, nogiron odamlardan foydalanayotganlar o'ta jirkanch odamlar. Ana shu Vahob degan negodniy odam, nogiron odam shu. Shuni jurnalistik maydonga olib chiqib, shundan torpeda sifatida foydalanayotgan jahonlar o'sha To'laganovlarni ham, ya'ni xalq vijdoni oldida javobgarlikka tortish kerak. Yana bitta oxirgi munosabat, bu
balog'atga yetmagan bolalarni katta trassada, ko'chalarda mashinalarni minib yurish masalasi. Oldin aytgan edim men. Bu masalani jiddiy qarash kerak. Bu taklifni menimcha deputatlarga o'sha ovozga qo'yish kerak. Mana shunaqangi otasi mashinasini himoya qilmasa, bolasi bilan faxrlanib mashinani unga berib qo'ysa, bu endi bilasizlar, odatda oddiy aholini ishi emas. Mana oddiy aholida unaqangi lyuks mashinalar yo'q. Kattakonlarni, boy, imkoniyati keng odamlarni qilayotgan mana shu ishiga qarshi gapiryapman. E'tibor beringlar. Bu gapni orqasidan, bu gapni eshitib turgan puli ko'p, imkoniyati ko'p odamlar menga nisbatan tishini qayraydi. Men aytamanki, qo'llaringdan kelganlaringni qillaring. Xalqni, ya'ni ko'chada bemalol yurishiga xavf tug'diradigan, yo'l harakati terrorlariga qarshi jiddiy, ya'ni javobgarlik qo'yish kerak. Yosh bola mashinani ko'chada minib yurgan bo'lsa, o'sha mashinani musodara qilish kerak. Mayli endi maydalab olmasin, xalqqa xizmat qilsin. Xalqqa. Boring uni anaqaga olib berishsin, bu kasalxonalarga olib berishsin, tug'ruqxonaga olib berishsin mashinasini. O'sha joyda xizmat qilsin. Nima deysizlar? Yana bittasi blogerlar haqida do'stlar. Blogerlik bilan shug'ullanayotganlar, mana shu Jahongir To'laganovga o'xshaganlar 10 million, 20 million, 50 million deb pul olib, u pulni kassaga kiritmasdan o'zini ehtiyojlarga ishlatib yuborayotganlar. Ulardan soliq undirish kerak. Avval aytgan edim men. Ancha oldin. Buni bir tartibga solish kerak. Kim bloger, kim jurnalistik surishtiruv qilishlikka ya'ni imkoniyati bor. Masalan, Jahongir To'laganov bir joyga kiryapti-da, aytayaptiki, siz savolga javob berishga majbursiz deyapti. Ekspertiza mutaxassisiga. 200 palonchi modda deyapti. Savodsiz Jahon. To'laganov savodsiz. Baqirsam gap o'tib ketaveradi deb o'ylaydi. Hech kim savolga javob berishga majbur emas, ko'chadagi odamlarning savoliga. Hech kim majbur emas. O sudda bo'ladi, javob berishga majbur, qo'l qo'yadi, imzo qo'yadi, keyin savolga javob berishga majbur bo'ladi. Sen ekspertizaga borib turib, savolga javob berishga majbursan deyishlikka, senda saviya yo'qligini isbot xolos bu. Demak, blogerlarni ham qandaydir bir attestatsiyadan o'tkazish kerak. O'tkazib, ana undan keyin ularga mayli blogerligi bilan shug'ullansin, xalqning dardini olib chiqsin, gap yo'q. Unga alohida bir shtat bo'lsin, erkin axborot maydoni bo'lsin, gap yo'q. Unaqa bo'lmasa, shantaj quroliga aylanib qolyapti. Bilasizlarmi? Mafiya bular. Mafiya. O'shani Vahob degan nogiron haqida mana gapirdim-ku. Mana endi buni nogironligini gapiryapti bu deb boshqacha ya'ni harakat qilishadi. Bu Jahongir akaning gapi bor edi. OPG haqida, OPG. Ya'ni uyushgan jinoyatchilar bular deb. Mana shu media yurgan shantajyorlar. Uyushgan jinoyatchilik bu. Ularni ham tartibga solish kerak. Qisqaroq mulohazalar edi, do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xo'p, ertaga shanba kuni soat 5 da Jar stadionida ajoyib o'yin bo'ladi. Legenda guruhi Odil Ahmedov va Kosmos guruhi kuchli komanda. Ikkalalarini o'rtasida futbol bo'ladi. Ana undan keyin kechqurun soat 9 da A1 bizning futbolimiz bo'ladi. Xo'p, tavsiyalar kitob ma'nosida do'stlar, bu Ramazon oyida ruhiy tarbiya kitobini o'qishlikni tavsiya qilgan edim. Kim boshladi, kim qayerga keldi, kim o'qimadi? O'qinglar do'stlar. Ma'naviy ma'noda. Endi do'stlar, jismoniy ma'noda sizlarga ajoyib tavsiyalarim bor. Yaqinda men bir giyohdan tayyorlangan nabaviy tabobatga tegishli jigar sirroziga
qarshi ajoyib bir damlamani tavsiya qilaman. Yaqin kunlarda o'zim boshimdan o'tdi. Meni akam bor. Akam jigar sirrozi bilan og'ridi. Yoshligida og'riganida hozir qaytalandi. Qorni ishib ketdi. Taxminan 10 litrdan 14 litrga yaqin suv bilan keldi. Toshkentda biz infeksioniyda yotqizdik, davoladik, xullas tayyorgarlik qildik, jigarni almashtirish kerak, o'g'lini tekshirtirdik, donor qidirdik. Shu orada bir ajoyib damlama tavsiya qilishdi. Men endi doktorlar bilan ovoraman, akam shuni olib ichishni boshladi. Boshlagandan keyin men u boshimdan o'tganini aytyapman do'stlar, boshimdan o'tgan narsani. Shu ish boshlangandan keyin doktorga bordik. Akamni jigarida C virusi yo'q deyapti doktor. C virus yo'q. O'sha damlamani biz yaqinda sizlarga Iksir Hepoforto nomi bilan tavsiya qilamiz. Yaqin biz ozgina qoldi ishlarimiz anaqasi. Sotuvlarni boshlaymiz. Nasib bo'lsa, juda foydasini sezdik. Juda ham ko'rdim, ko'zim bilan ko'rganim uchun aytyapman. Xo'p, undan tashqari siz azizlarga ko'p tavsiya qilyapman za'faron. Za'faronning foydasini ya'ni o'sha podshohlar, imkoniyati ko'p, keng odamlar bilgani uchun doim o'zini iste'molida uni ichib yuradi. Ramazon oyida boshlaganlar yoki ota-onalariga olib berganlar uni foydasini izohlarda, boshqa joylarda e'tirof qilishyapti. Boshlamaganlar boshlang. Uzun marketda bor, Korzinka do'konlarida bor. Za'faron, BMB za'faronlari desangiz, siz azizlarga tavsiya qilishadi. O'sha ertalab saharlikda choy o'rniga za'faron iching, kechqurun iftorlikda choy o'rniga za'faron iching. Ana meni aytdi deysiz. Ya'ni o'ta qimmat narsa o'zi. Donalab terib olinadigan narsa. BMB za'faron bu Jizzaxda yetishtirilyapti. Men borib ko'rdim plantatsiyalarini va 8000 ga yaqin odam ishlaydi. Katta, ya'ni kuch talab qiladi. Juda katta mehnat talab qiladigan narsa. Va dona qo'lda terib olinadi. Xitoyliklar choyni reklama qilganda bu har bitta bargi qo'lda terib olingan deb maqtanishadi-yu. O'sha choyni mana shu ishidan ko'ra bu og'irroq bu. Za'faron Allohning mo'jizasi. Za'faron ya'ni ziravorlarning podshosi. Podshohlarning ziravori. Qarang, ikkalasi ham tushadi. Undan ham foydalaninglar. Za'faronni tuz varianti bor. Men uyimga olib kelib qo'yganman, ovqatlarga deyarli shuni ishlataman. Ajoyib. Tuz, za'faron qo'shilgan. Choy varianti bor. Choy qilib ichasiz, ichida za'faronni qo'shilgan. Novvot bor, za'faron suvidan qilingan novvot. Asal bor, za'faron qo'shilgan. Foydalaninglar. Jismoniy tomondan shu narsalarni tavsiya qilyapman. Tez kunlarda sizlarga yuqorida aytganim jigarga tegishli Iksir Hepoforte bu mahsulotni ham taqdim qilaman. Kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling. Ertaga soat 9 da Jar stadionida kutib qolamiz. Biletsiz, tekinga kirasiz. Ajoyib o'yinni tomoshasiga kelinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hurmatli do'stlar, videoni birgalikda ko'rdik, tanishdik, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni oldik degan umiddaman. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinchligimizga sababchi bo'lib turgan yurtboshimizdan tortib barcha mutasaddilardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ezgu, xayrli ishlarini Alloh taolo bardavom qilsin. Xalqimiz, millatimiz, jamiyatimiz tinch, totuv, emin, erkin, barakali hayotda yashashi bardavom bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi suhbatlarda sog'likda, salomatlikda diydorlashish barchamizga nasib qilsin. Salomat bo'ling.